Ana! Hozir xudo xolasa, shunda biz suvga tushamiz. Bayrog'ni qoqib qo'ydik, shamol zo'r, как раз попутный ветер deydi-ku. Qaranglar, qanaqa bir ajoyib, chiroyli manzarali joylardamiz. Odamlar hatto chet eldan kelib, bir kun, bir hafta, 2 hafta oldindan bron qilib kelyapti shu yerga. Biz shu yerda bo'lib turib, tushmaymiz. Tak. Nimadir menga yetmayotgandek tuyulyapti. Sizlarga sezilmayapti? Jilet. 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 Qani menga jilet? Jilet kerak emas. O'zimning jiletim bor-ku, mana. Qara buni. Ha, jilet. Olmasa tushirmaydi. Masalan, vannalarda, o'ng tomondagi odam tushib ketsa suvga, o'ngga o'tib qarish kerak emas. O'ng tomonda o'tirgan odam mana, o'ng tomonda o'tirsa, chapdagi tushib qoldimi, men beslonman. Ushatib tortib olishi mumkin. U yo'ldagi bu yo'lga o'tib ketsa, bu qish emas. Balans umuman anaqa qilib so'qadi. Qaranglar, o'ng tomon balans degan paytda maksimal yotib bersanglar bo'ldi. Chunki vannalarda avrodda yotib bersanglar bo'ldi. Hozir qisqa instruktaj bo'ldi. Bu qoidalar muhim juda, bunga rioya qilish kerak. Agar rioya qilmasa, odamning hayotiga, sog'lig'iga bir shikast yetishi mumkin. Shuning uchun doim buni o'rtoqlar kulga qilmasdan e'tibor berib, har gal instruksiyani olib olinglar. Ana keyin suvga tushib olgandan keyin, ozgina 1-2 marta suzgandan keyin, tajriba oshgandan keyin bemalol tushib suzaverasizlar. Zaryadkan biroz kamroq ekan, menimcha yetsa kerak. Mana bizni komanda ani Mstители degan kino bor, o'sha yerda chiqqan bular. Faqat sizlar e'tibor qilmagansizlar, bular grimda bo'lgan. Hozir shu bolalar bilan mana lotkamiz tayyor bo'lyapti. O'rtoqlar, bu jilet bekorga berilmaydi. Sizlarni favqulodda vaziyatda hayotingni saqlab qolishi mumkin. Shuning uchun olinglar doim. Oqlama o'zing. Buni sal zanchirib qo'y, bundan olib chiqib ketmasin. Oyog'ing bitta suvga tiqib qo'ydi. Sal, Hamid. Men xudo xolisa bilaman. Checheniyada bilasan? Chechen. Tayyormi? Amin. Safarimiz bexatar bo'lsin. Allohu akbar. Allohning o'zi qo'llasin. Birinchi kim sar bilan qo'yib yuboramizmi? Yaxshi. Axir biz erkaklarimiz deydi-yu. Chechen yo'qam. Xo'sh, komandachi vash ajoyib. Bular endi birinchi marta ekan. Shunga vash ochkovat qo'yma gap ochig'i. Yigitlar, bo'shashmanglar, instruksiya esi. Nima bo'lganda panika qilmanglar. O'zim sekin chiqarib olaman suvdan. Suvni ichib qo'ymalaring, o'zi kam suv bu yil. Hopmi? Hazlashamiz mana shunaqa. Qo'ysam bo'ladi. Ha? Qara, turayotganingda mana bu qo'lda oqim bilan bunday qilasan, turib olasan. Mana buni mahkam ushagin. Tushib ketmasin. Qo'llarni ishlasin. Keyin do'ldirab olsang, nafas ol prosta. Prosta nafas olgin, yaxshi bo'lib ketdi. Ketdi. Bagajlarni uyitsa. Tayyor. Qani yigitlar? Ali ishlar. Ana oldiga. Va suzyapma menga. Suvimizda ekan. Ketdi. Sibalay aylantirmaymiz. Mana, bu chiqamiz tortamiz, qo'l. Kerakli joyda sibalay aylantiramiz. Aha, stop, ha? Aylantir. Nega qilmaymiz? Bizlar oldi. Voy, mazza-ku, bu holva, hozir uni paroglar keladi-ku. Voy, tosh bor ekan o'rtada. Shot.
Bitta otib ko'r o'zingni orqaga. Volny vперед, ketdi, ham oldi. Alo! Ay yigitlar! Vaba! Ana! Oldiga. Ketdi, sinxronni. Bardak istamayman. Sinxronni oldiga ishlab turing. Ay, shundan ol. Erdo'g'an Sardor. Oldiga. Hamma oldiga ketdi. Oldiga. Ugamda shunaqa zo'r joylar bor ekan. O'rtoqlar. Yurgan ekanmiz-da biz. Bitta oddiy lotkada pista po'choq qilib tashar ekanmiz shu. Hozir Sizlar charchatmay oldiga ishlab ketaveringlar. 3-daraja bo'lsa 4-5 tasavvur qilaveringlar endi. Lekin atrof juda go'zal. Boshimga qo'yib olsam bo'lar ekanda kamerani. Boshga qo'yadigani yo'q ekan. Kalla tashol. Ha bolalar. Ket oldiga, maksimal oldiga. Hey! Sinxron, oldiga odamga qarab ishlab ketamiz. Qani! Voy, mazza-ku. Oyoqlarni yo'q, mana qo'yinglar, to'g'ri. Ha, tomir tortib qoladi bo'lsa. Shamollash chiqadi. Voy, mazza-ku. Ket, yengil oldiga ishlab ketaveramiz. Ya yaqinlashib qolmadi-ku? Mana bo'ston keyin Finish? 500 metr. Ano'lar instruktorlarga yomon qiynalyapti. Endi oldinga. Hop. Bala, chapchiroq, bala. Baba. Balans deganda qaysi taraf balans desa o'sha taraf yotsanglar qilmaydi qolib. To'g'ri. Ketdi oldiga ishlab ketamiz. Ishlar yo'q. To'xtamanglar. Batareyaga o'chib qoldimi? Men bularni Terminatordim, komandasiga qo'shyapman. Ha bolalar! Voy, mazza bo'ldi-yu. Давай. Mazza. Katta bolalar. Bir. Katta. Ha bolalar. Voy, mazza-yu. Voy, qoyillik. Telefon bemalol. Chaketomizdan-da. Temizroq o'tib. Ya, bolalar, yonma-jas ishlab olardi. Ay, еще быстрее. Oldiga. Yetamiz. Chap taraf, balans, tashlaydi.
Tezlashamiz. Davay. Qatori so'zib yuramiz. Davay. Ali tashlab keling. Qalangi bo'ladi. Inglizcha ketadi. What? O'yinda babaga o'zlik bo'ldi. Hamma oldi. Gap yo'q lekin. Ya bola bo'lib bunaqa maza qilib o'dim bor-ku. Bashi maza qilyapman. Ugam, o'rtoqlar o'zidan qadrdon joylar. Shunaqa zo'r joylar. Tabiatini o'zi zo'r qanaqa. Mana atmosferani aytmaysizlarmi? И такой kompaniya zo'r. Davom etamiz. O'ynala, bola. O'ynala. Gap yo'q, maza qo'ying. Gap yo'q. Qo'ying. Trassani 9dan 1ga yaqinlashyapmiz endi. 9dan 1? 9dan Zo'r. 1 kilometrga yaqin. Zo'r. 1 kilometr. Sen zo'r-ku. Kesib gap qolsa nima qilasan? Muskula bo'ladimi? Muskula olib tepadan past. Ha, bo'ladi, sharshara bor-ku. Bunaqa vodopad bor. Voy. Oxirrog'ida. Voy. Kayf beradigan joy. Ha. Hamma siz bilan o'tayga ko'rasiz. Hey, bolla! Hamma oldiga. Davay. Oldiga. Davay. Qani oldiga ko'raylik bu. Press qilmaganga ham o'zi ancha bo'lgan bo'lsa kerak. Ana o'sha mashhur ko'prikka ham yetib keldi. Bu joy boshqacha ko'rinar ekan pastdan. Atrof majnun tollar, ham yovvoyi daraxtlar juda bir chiroyli. Ko'prikning tagi ancha salqin ekan. Ali Kristo o'tiribdi. Baronasan-a. Bizning ikkinchi qayig'imiz ancha orqada qolib ketdi, chamasi 100 metrlar. Lekin harakat qilishyapti yetib olishga. Va rozik nima bo'ldi? Aytdi baliq ushlaydigan joy legan-a? Marinkani ushlaydigan joy legan. Bormi? Suv bor-ku, baliq bo'ladi. Tozalashuvdi-ku o'tni. Evet, zo'rlari bor. O'chgada tozalarga hamma baliq mashhur. Ha, ana. Tezlikni oshirib. Ha, bolla! O'y taraf. Whoa! 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 Vodopad bor ekan. Suv chiqarib qo'yibdi. Birinchi vallali kirganimizda bu yoqda aholini ichiga katta suv o'tganda. Ular hammasi dachani ichidan kichkina arovlarda suv chiqarib qo'yishadi. Kemashdan bu yoqqa oqib. Maneti ham zina qilib. Skorost ko'taramiz. Ketdi. Ana bolla! Bir! Ha! Chap taraf tayyorlanamiz. Xolos, ketdi. Hamma orqaga bo'ldi. Oba!
Hop Allah! Hop Allah! Ketdi, bosamiz oldiga. Yo! Qo'ng tomog'i pastli-yu. Eldor yeshit. Hoppa! Hop Allah! Kardeş! Stop. Oldiga. Ket. Jentelmenlik qilib ayollarni kutib turaylik endi sen. Ulanib. O'tib ketcharmik. Vay, balıkçını qara. Adinoki volk. Ketaveramizmi? Davay, ketdik. Instruktor bor, o'ladi. Ket oldiga. Oldiga chiqamiz bo'lmasa. Poyga jami, davay. O'zinglar charchatmasdan yengil. Baliq bormi, baliq? Şlibas! Ayağını. Qanaqa tushgan ular? Malo bormi, malo? Havarat. Hamma oldiga o'rtara. Otasi ot yetaman. Balans. Yo o'n taraf balansi zo'rmi? Кайф. Zor. Вот уже более такой, если. Ketdi oldinga. 50 metrdan keyin o'ng tarafga balans keladi. Ketacam, faqat. Yo'q, sanga. Udashli o'tiribmiz. Давай. Oldiga. Balans ko'rdim. Toshga deb qoldik. Bo'ldi. Balans bo'ldi. Aka, chat taraf bizga to'g'ri keldi. Ichingdan ham eshitaman. Bor. Ada bizni bilmaydi borlik. Anichi mana. Siz qani ekstremani Bu safar razvedka bo'ldi. Endi safar mayda kelamiz. Nom. Yanatda liga bor, bu yoqqa borib kelayim bor. Komgami? Ket oldiga. Alaga kirasi quychilar bor ekan. Ana afg'on qilamizmi? Ketdi. Bular ikkinchi marta tushyapti. Amila? Bilmadim. Menimcha bular ikkinchi marta tushyapti, charchagan shuning uchun. Qani bolalar? Ya ochu jo'yaganman aytlar. Basili. Tep tasha. Qaytaring, aka. Давай, qo'y. Ne, stop. Boy. Tep suvda. Yaxshilab tep. Tep yaxshilab. Ali работай. Cho'ktirvorlaringiz yapib. Qolgan oldiga. Oldi. Oldiga.
Ya sharshara bu nima bu? Ha, sharshara. Sharshara bor agar shu sharshara bo'lsa. Yo tepadan uchastkalar allaqada bor ekan. Yavaş. Murishni ish qo'yib yuborishdi ular. Hamma oldiga ketdi. Ketdi oldiga. Davay. Sayoz ekan u. Betmanmi? Ular balansiz yurishdi yo balans bilan? Ha, balans. Geliyorlar. Mana qayerga bu? Ketdi oldiga. Hamma oldiga. Oldiga. Aha. O'tda nima? Mamnu? Kam bishni. Ishlan? Ha. Qattiq. O, mas pastga kirdilar. Ha. Bu mashinami? Bir kunda $100 mi? $150? Bilmadim qanchalik. Oy taraf. Oy taraf. Yo, bilar. Kayg'ı jotdi. Salomat. Воскресный вечер вот. Mazza tepadagi akalar. Nima berdi? Ularni ko'rib mazza deysiz. Ular bilan sani ko'rib bilan mazza qilib. Shunaqa. Bir gam dunyo. Hayotchi. Beşler. Ketdik. Charchadim deydi. Men bola? Batareya tugab qoldi deydimi? Yo'q. Aplikatsiya o'ldiribman. Mana. Ancha qismini bosib o'tdik hozir. Bizani trekimizda. Odamcha maza qilyapti. Sizlar ham kelinglar. Mana men hozir yoshim 50 da. Birinchi marta kelishim. Maza qilyapman bolalar bilan boru. Yosharyapman boru. Nima edi? Endorfin deydi manu. Baxt garmoni boru. Va hamma yo'llarimdan shu chiqib ketyapti boru. Vashi maza qilyapman. A bolalar. Biza qanaqa qursam, bizani ko'rib atrofdagilar qanaqa qursa. O'rtoqlar agar uchmagan bo'lsanglar, hayotda bir marta bo'lsa ham kelinglar. Kasal bo'lasizlar. Bir o'tirganda ham bari o'sha pul xayoliga yo'q qo'yamiz, to'g'rimi? Lekin maza qilasizlar aytib kelib. To'milmaysizlarmi? Voy. To'milmaysizlarmi? Sani isming kim? Alijon. Alijon, familiya? Nortojiyev Alijon. Otabek hoji. Otabek hoji. İlyos Abdumannopov. Ilyosmi? G'ayrat Rashidov. Pardon. Bizani kanalga o'tsanglar. Oldinga. Ha bolalar. Ha bolalar. Chap balas. Balas. Qanaqa kayf ey. Shuvossizlarmi? Shuvossizlarmi? Sizlar ham qilyapsizlarmi mana shu narsalarni? Maza qilib olasizlar. Bu yerdachi mana juda tajribali gidlar bor. Qo'rqmasdan kelaveringlar, instruktaj qilib, hammasini chiroyli qilib qilishadi. Maza qilib cho'milib, sayohatlar qilib ketasizlar. Mana atrofdagi manzarani o'zi bor-ku. Atak zo'r ekan, ha? Ko'rib juda ham maza qilasizlar. Kanalga kirish kerak. Hali Cho'milasizlar ham cho'milingizlar, 5 sekund ichida qaroringlar yetinglar. cho'milamizmi? Inson ichiga qo'yinglar bo'ldi. Inson ichiga qo'yinglar. Hali urib ketdingmi? Mana hozir ham daraxtmi?
Mana osilib turdi. Shundan oyog'i 2 metr, 3 metr chuqur. Oyog'iga tegmaydi, bemalol qolib ekan. Ha, ketdi. O'sha oyoq tashab, bemalol suzib, 15 metrda chiqib olamiz. Hop, davay ketdi. Tayyormisizlar? Qayerda sakrash kerak? Agar meni olib chiqa olsalaring tushaman suvga. O'zim chiqa olmayman. 15 ta odam bor. Tasha. Sakra. Mana tashlayman. Ha, orqaga. Sakra. Bari ko'chdan. Mag'oza bu yoqqa sakra. Bu yoqqa sakra. Bu Bo'pti sallaga. Va cho'millaring. Sizlari ozgina. Va lo'tkani qo'yib yubor. Bitta orqaga kelamiz, selundan. Mana ham tushimiz. Hajam seli, oyog'i tashqariga. Ha, sakraymiz bir. Tasha oyog'ini otib minganmiz ha. Va eshit. O'rtog'inglarni tortib olinglar. Tamam. Belidan. Minmagan erkaklar. Yigitlar. Quest o'ynaganman deydi bu. Terminatorman deydi. Tulotga chiqib yaxshi tushganim yo'q. Ikkalavini ham chiqara olmas ekansanlar. O'rtalasi yo bitta o'zingiz tashangiz kerak. Shunaqa ta'riflaydi. Pastroqqa borganda tusha qolamiz siz. Oyoq qattiqdi. Oyoq tegmadimi? Hech kimda sharga bundoq qilib. Yo'q. Hamkami? Oyoq tegmagan bo'lsa ham. Bu muzlab qoldi. Gel kulağına. Mazami? Baraka topinglar, gap yo'q. Sizlarni ko'rib men qanaqa maza qo'yman. Yaxshi siz ushradingiz. Gap yo'q. Shu opa sizning holati nima hali kaysa? Ularni o'rniga ham ishlardilar endi. Bu liniya 9 kilometr. Ispayda bor. Bu yoqda 15 kilometr, 20 kilometr atrofida. Ispayiga nechi pul? Qimmatroq, lekin erta bunaqa bo'lmaydi. Nechi pul? Erta bilmayman, aniq narx chiqmagan hozir. 2 barar qo'rqinchli, ha? O, vashi, suv vashidan bir 4-5 barobar ko'p bo'ladi. O'sha yoqqa borish kerak. Balni strashniy bo'ladi. Qayerda u joylashgan? Ispay o nefritga ketaverdi. Skomda. Yangi GES qurildi-yu. Zeta 1 milliondan bo'lsa kerak-da. No, Ispay GES klasidan Kelishamiz dedi-yu. Tabiati erta nereal. Inson zotini ko'rmaysizlar, faqat tabiat ichida ketadi. Ana o'rtoqlar, o'sha mashhur ko'prikka ham yetib keldik. Endi sekin chiqamiz a. Finishmi? Finish. Finish o'rtoqlar. Boyagi joy. Chiqib bitta cho'milib olamiz, ketamiz. Yo'q, Oho, ana. Arbuz yo'q, arbuz. Salomat bo'ling. Maza qilyapsizmi aka? Maza-yu, ha. Sekin aytasizmi? Hamma pikrovkalarni ana pritsepga qo'yamiz, o'zingizlar bilan olasizlar. Ehtiyot bo'lib. Shu olinglar bu. Ya Alloh, o'zingga shukr. Bismillah. Skuterchi aka o'zinglar skuter. Beso'la o'zinglar. Maza, ana ikkinchi guruh ham kelyapti. Ha, kristalni oldi. Bazaylar bor u yerda. Ha, yo'q. Sabitdi. Gap yo'q yigitlar. Maza qildik. Ana bu ikkinchi guruh. Cho'milayotganlarni ko'rasizlar ko'pligini. Olamni. Tashinga shunda kirgizib chiqarib yuboramiz. Bo'ldi, mana shu qo'yamiz. Böyle. Yechib endi tashqarlarni. Buni nima? Namiz ko'rsatasizmi deyman? Yo'q, yo'q. Endi antga tushib, oqib, bu yoqdan chiqamiz. Bitta suvga tushib oqmaymizmi, antdan oqib, bu yoqdan chiqamiz. Yurlar hamma. Bu yoqdan aylanib o'tdik, nariyoq juda sayoz ekan. Mana bu joylar borda sayoz ekan.
chuqurroq joyga keldik. Voy Alloh. Shu achkini tashab kelmanman. Shunchaga solib qo'ysam bo'larmikin? Zamokka ishlarmikin? Voy. Mazza. Yo'q, anaqa bo'lish kerak. Hozir uncha ilib qolgan payti yo'q. Ochilib qolganmi? Bu iligani, ha? Voy, muzladi. Voy! Baba! Shularni chuvollaring. Maza qivollaring. Hali bir pasur hozir bularni qulog'ida tortib ham chiqara olmaysan. Bizni mashin ketdi mana. Hayotda har xil mana shunaqa nimalar bo'ladi. Ko'ngil xushlik qiladigan joylar. Kimdir kafe barlarga kirib ko'ngil xushlik qiladi. Kimdir yana bir joylarga, diskotekalarga borib dahshat maza qildik. O'rtoqlar, hammaga tavsiya qilaman. Hozir yaxshi payti, oilaviy kelsalar ham bo'ladi. Nimchalarni taqib qo'yishadi, maza qilasizlar. Begim kuni arzonroq. Hammaga ugamdan salom. Xo'sh, joyimizga yetib keldik, boy joyga. Tushgan joyimizga. Xo'sh, biznikilar qayerda ekan endi? Mazza, o'rtoqlar. Endi yosh o'tirgan saricha odamni nimalar bilandir hayron qoldirish yildan yilga murakkab bo'lib boraveradi, lekin maza qildim. Sizlarga ham tavsiya qilaman.